Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar va qadrli kanalimiz obunachilari. Bugun men siz bilan shunchaki bir yangilikni emas, balki hayotingizga bevosita ta'sir qiluvchi, sizning moliyaviy ahvolingizni sezilarli darajada yaxshilashi mumkin bo'lgan o'ta muhim, misli ko'rilmagan qaror haqida gaplashmoqchiman. Hozirgina hukumat tomonidan imzolangan hujjat haqida ma'lumot beraman. Bu har bir nafaqaxo'r uchun, xususan O'zbekistonda yashovchi barcha fuqarolarimiz uchun, nafaqa oladigan har bir inson uchun juda muhim yangilik. Shuning uchun iltimos diqqat bilan tinglang. Chunki kundalik hayotingizga, chunki bu ma'lumot sizning kundalik hayotligingizga va hatto kelajakdagi rejalaringizga bevosita ta'sir qiladi. Hozirgi vaziyatda iqtisodiy o'zgarishlar davrida nafaqaxo'rlarimizning har bir so'mi qadrli ekanligini, ular ko'pincha moliyaviy qiyinchiliklar bilan yuzlashishini yaxshi bilamiz. Aynan shu sababli bugungi yangilik sizga yengillik olib kelishi, o'zingizni yanada ishonchli his qilishingizga yordam berishi shubhasiz. Kanalimizga hozirroq obuna bo'lib, ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu biz uchun katta motivatsiya. Siz esa muhim ma'lumotlarni birinchi bo'lib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Muammoning mohiyati va o'zgarishlar. Azizlar, uzoq yillar davomida nafaqaxo'rlarimizning turmush darajasi bilan bog'liq bir qancha muammolar mavjud edi. Asosan pensiya miqdorlari inflyatsiya sur'atlariga mos ravishda doimiy va yetarlicha oshirilmayotganligi ko'p muhokamalarga sabab bo'lar edi. Bu shuni anglatadiki, har yili narx-navo oshsa-da, pensiyalar oshmasligi yoki oz miqdorda oshirilishi oqibatida nafaqaning xarid qobiliyati doimiy ravishda pasayib borar edi. Masalan, 5 yil oldin ma'lum bir miqdordagi pensiya bilan xarid qilish mumkin bo'lgan mahsulotlar va xizmatlarni bugun o'sha miqdorga sotib olishning iloji bo'lmay qolardi. Bu nafaqaxo'rlarimizning kundalik hayotida sezilarli qiyinchiliklar tug'dirar. Dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lovlar kabi asosiy ehtiyojlarni qondirishda katta tashvishlarga sabab bo'lardi. Pensiya tizimidagi ma'lum byurokratik to'siqlar, hisob-kitoblarning murakkabligi ham fuqarolarimizga noqulaylik tug'dirar edi. Ba'zida odamlar pensiyani qayta hisoblatish, hujjatlarni to'plash yoki yangi imtiyozlar haqida ma'lumot olish uchun bir nechta idoraga borishlariga to'g'ri kelardi. Bu esa keksa yoshdagi kishilar uchun juda og'ir vazifa edi. Endi esa ushbu muammolarni hal qilishga qaratilgan fundamental o'zgarishlar haqida gaplashamiz. Hukumatimiz tomonidan yangi nafaqaxo'rlar ijtimoiy himoyasini kuchaytirish va ularning turmush sharoitini yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori imzolandi. Bu hujjat shunchaki navbatdagi qog'oz emas, balki mamlakatimizdagi har bir nafaqaxo'rning moddiy ahvolini tubdan yaxshilashga qaratilgan aniq mexanizmlar va choralar majmuidir. Qarorga ko'ra, pensiya jamg'armasi va boshqa tegishli vazirliklar zimmasiga nafaqalarni oshirish, ularni inflyatsiya sharoitida himoya qilish va fuqarolarimiz uchun pensiya tizimini yanada shaffof, tushunarli hamda foydalanuvchiga qulay qilish bo'yicha aniq vazifalar yuklandi. Eng muhim o'zgarish shundaki, 2020 yil 1-yanvardan boshlab barcha turdagi nafaqalar, ya'ni yoshga doir, nogironlik va bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyalari miqdori jami 18% ga oshiriladi. Bu shunchaki bir martalik aksiya emas, balki uzoq muddatli strategiyaning bir qismi hisoblanadi. Ilgari pensiya oshirish jarayoni ko'pincha yillik byudjet tasdiqlash jarayonlari bilan bog'liq bo'lib, ba'zida kutilmagan muddatlarga surilishi mumkin edi. Endi esa yangi qaror bilan inflyatsiya va o'rtacha ish haqi o'shiga bog'liq bo'lgan yarim yillik avtomatik indeksatsiya mexanizmi joriy etilmoqda. Ya'ni har yilning iyul va yanvar holatiga ko'ra pensiya miqdorlari avtomatik ravishda qayta ko'rib chiqiladi va mamlakatdagi rasmiy inflyatsiya darajasi hamda o'rtacha ish haqi o'sish sur'atlari hisobga olingan holda oshiriladi. Bu esa pensiyalarning real xarid qobiliyatini doimiy ravishda saqlab qolishga, nafaqaxo'rlarimizning iqtisodiy shoklardan himoyalanishiga xizmat qiladi. Bundan tashqari, 75 yoshdan oshgan nafaqaxo'rlar uchun bir martalik 500 ming so'm miqdorida qo'shimcha to'lov ham nazarda tutilgan bo'lib, bu ularning ayniqsa ehtiyojmand qatlamini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Ushbu choralar majmuasi nafaqaxo'rlarimizning turmush darajasini oshirishga, ularning jamiyatda o'zlarini yanada qadrli va himoyalangan his qilishlariga xizmat qiladi. Batafsil tahlil nimalarni bilish kerak, kim xavotirlanishi kerak va kimga kerak emas, keling endi ushbu yangilikni chuqurroq tahlil qilib, uning har bir nafaqaxo'r uchun qanday ahamiyatga egaligini aniqlab olaylik.
Birinchi navbatda bilishingiz kerak bo'lgan narsa shuki, yuqorida aytib o'tganimdek, 2024 yil 1 yanvardan boshlab barcha turdagi pensiyalar, ya'ni yoshga doir nogironlik va boquvchisini yo'qotganlik pensiyalari miqdori bir xilda 18% oshiriladi. Bu oshirish avtomatik tarzda amalga oshiriladi. Ya'ni sizdan hech qanday hujjat yig'ish, ariza yozish yoki qayergadir borish talab etilmaydi. Yanvar oyi pensiyalari allaqachon yangi oshirilgan miqdorda hisoblab chiqilgan va fevral oyidan boshlab siz o'z pensiyangizni oshirilgan holda olasiz. Yanvar oyi uchun esa qo'shimcha to'lov fevral oyidagi pensiya bilan birga to'lab beriladi. Bu juda muhim jihat, chunki ko'pchilik avvalgi o'zgarishlarda qog'ozbozlik bilan bog'liq muammolarga duch kelishgan edi. Yana bir muhim jihat, bu pensiyalarning avtomatik indeksatsiya mexanizmi. Endilikda pensiya jamg'armasi har yarim yilda, ya'ni 1-iyul va 1-yanvarda pensiya miqdorlarini avtomatik tarzda qayta ko'rib chiqadi va inflyatsiya darajasi hamda o'rtacha ish haqi o'sishi hisobga oshiradi. Bu nima degani? Bu degani, siz endi yil davomida narx-navo oshishidan pensiyangizning xarid qobiliyati tushib ketishidan xavotirlanishingiz shart emas. Har 6 oyda davlat sizning pensiyangizni sharoitga mos ravishda moslashtirib boradi. Bu tizim pensiya miqdorlarining real qiymatini saqlashga qaratilgan bo'lib, nafaqaxo'rlarimizning moliyaviy barqarorligini ta'minlashda asosiy rol o'ynaydi. Misol uchun, agar yilning birinchi yarmida inflyatsiya 5% ni tashkil etgan bo'lsa, keyingi yarim yillikda pensiyangiz kamida shu foizga, balki undan ham ko'proq o'rtacha ish haqi o'sishi hisobiga oshiriladi. Bu esa sizning daromadingizni narx-navo ko'tarilishidan himoya qiladi. Kimlar uchun bu ayniqsa muhim? Asosan past daromadli nafaqaxo'rlarimiz uchun. Chunki ular har bir so'mga qarab yashashga majbur bo'lishadi va hatto kichik oshirishlar ham ularning hayotda katta o'zgarish yasaydi. Masalan, minimal pensiya oluvchi kishilar uchun. Aytaylik, Xadicha opa 65 yoshda minimal nafaqa oladi. Bu taxminan 900 ming so'm edi. Yangi qarorga ko'ra uning pensiyasi 15% ga oshib 1 million 62 ming so'mga yetadi. Bu 62 ming so'm uning kundalik oziq-ovqat xarajatlariga, kichik dori-darmonlarga yoki kommunal to'lovlarning bir qismiga ancha yordam beradi. U ilgari oylik pensiyasining katta qismini faqat asosiy ehtiyojlarga sarflashmay, endi qo'shimcha mablag' evaziga o'ziga biror meva, biroz yangiroq kiyim-kechak yoki nabiralarga kichik sovg'a olishi mumkin bo'ladi. Bu shunchaki raqamlar emas, bu insonlarning hayot sifatining yaxshilanishidir. Endi esa ba'zi real misollarga to'xtalib o'taylik. Misol Ahmad aka 70 yoshda. U uzoq yillar davlat korxonada ishlagan va 1 million so'm pensiya olar edi. Yangi qarorga ko'ra uning pensiyasi 15% ga oshib 7 million so'mga yetadi. Ahmad aka har oyda 2-7 ming so'm qo'shimcha mablag' oladi. Uning xotini bilan birga yashayotganini hisobga olsak, bu pullar ularning kundalik ro'zg'origa, ayniqsa qish oylarida gaz va elektr to'lovlarining oshishini qoplashga yordam beradi. Shuningdek, Ahmad aka har hafta qon bosimini o'lchash uchun dorixonalardan doimiy dori-darmon sotib oladi. Endi bu qo'shimcha mablag' unga dori-darmon xarajatlarini ortiqcha qiynalmasdan qoplashga yordam beradi. Bundan tashqari, yiliga 2 marta pensiyaning avtomatik indeksatsiyasi uning pensiyasining real qiymatini saqlab qolishini ta'minlaydi. Ya'ni Ahmad aka keyingi yillarda ham pensiya miqdorining inflyatsiyada o'rta qolishidan tashvishlanmaydi. Misol 2. Farhod aka 50 yoshda bolalikdan nogironligi borligi sababli nogironlik pensiyasi oladi. Uning pensiyasi ilgari 2 million so'm edi. Yangi oshirish bilan uning pensiyasi 12%, ya'ni 2,16 million so'mga ko'tariladi. Farhod aka har oyda 2,16 ming so'm qo'shimcha mablag' oladi. Nogironligi tufayli Farhod aka ko'pincha tibbiy yordam va reabilitatsiya xizmatlariga muhtoj bo'ladi. Ushbu qo'shimcha mablag' unga davolanish xarajatlarining bir qismini qoplashga yoki qo'shimcha parvarish xizmatlarini olishga yordam berishi mumkin. Ayniqsa, Farhod aka kabi doimiy ehtiyojmand qatlam vakillari uchun bu har qanday oshirish hayotiy ahamiyatga ega. Misol 3. Gulnora 35 yoshda erini yo'qotgan va 3 nafar voyaga yetmagan farzandi bilan qolgan. U boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Avval u 8 million so'm pensiya olar edi. Endilikda uning pensiyasi 12% ga oshirilib 2,4 million so'mga yetadi. Gulnora har oyda 3,4 ming so'm qo'shimcha mablag' oladi. 3 farzandni boqish qiyin vazifa. Bu qo'shimcha mablag' unga bolalarning maktab anjomlari, kiyim-kechaklari yoki qo'shimcha ovqatlanishga sarflashga yordam beradi.
Shuningdek, yangi qarorga ko'ra 75 yoshdan oshgan nafaqaxo'rlar uchun bir martalik 5 ming so'm miqdoridagi qo'shimcha to'lov ham nazarda tutilgan. Agarda Gulnoraning ota-onasi yoki qaynona qaynotasi 75 yoshdan oshgan va u bilan birga yashasa, bu ularning oilasiga qo'shimcha daromad bo'ladi. Bu ayniqsa katta oilalarda, qiyin vaziyatga tushgan oilalar uchun juda katta yordamdir. Kimlar xavotirlanishi kerak? Aslida bu yaxshi yangilik bo'lgani uchun xavotirga sabab bo'ladigan jiddiy muammo yo'q. Biroq ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan ba'zi jihatlar mavjud. Birinchidan, agar sizning pasport ma'lumotlaringiz yoki bank hisob raqamingiz eski bo'lsa va pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazasida yangilanmagan bo'lsa, pul o'tkazishda muammolar yuzaga kelishi mumkin. Bunday holatda sizga pul kelmay qolishi yoki kechikishi mumkin. Ikkinchidan, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Agar sizga kimdir telefon qilib, yangi pensiya miqdorini olish uchun ma'lumotlaringizni tasdiqlash yoki SMS kodini aytish kabi talablarni qo'ysa, bu firibgarlikdir. Pensiya jamg'armasi yoki Xalq banki hech qachon bunday ma'lumotlarni telefon orqali so'ramaydi. Pensiya avtomatik ravishda oshiriladi va buning uchun sizdan hech qanday harakat talab etilmaydi. Shuningdek, agar siz ilgari boshqa ijtimoiy yordam turlarini, masalan, kam ta'minlanganlik nafaqasi subsidiya olgan bo'lsangiz, pensiya oshishi natijasida sizning umumiy daromadingiz ma'lum bir chegaradan oshib ketib, boshqa ijtimoiy yordam turini olish huquqingizga ta'sir qilishi mumkin. Bu juda nozik muolaja bo'lib, bunday holatlarda mahalliy hokimiyat yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilish tavsiya etiladi. Kimlar xavotirlanishi shart emas. Aksariyat nafaqaxo'rlarimiz bu o'zgarishlardan hech qanday xavotirsiz foydalanishlari mumkin. Agar sizning pensiyangiz har oyda muntazam ravishda bank kartangizga tushsa yoki pochta bo'limi orqali olsangiz, barcha hisob-kitoblar avtomatik tarzda qayta amalga oshiriladi va siz oshirilgan miqdorni hech qanday qo'shimcha harakatsiz olasiz. Hujjatlaringiz tartibli bo'lsa, siz shunchaki keyingi oydan boshlab oshirilgan pensiyani kutishingiz kifoya. Shu bilan birga, agar sizda har qanday savol tug'ilsa, pensiya jamg'armasining ishonch telefonlariga yoki davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilishingiz mumkin. Istisnolar, kutilmagan jihatlar va noaniqliklar. Har qanday yangi qonun yoki qarorda bo'lgani kabi, ushbu pensiya oshirish jarayonida ham ba'zi istisnolar, kutilmagan jihatlar va noaniqliklar bo'lishi mumkin. Keling, bularni birma-bir ko'rib chiqaylik, toki siz har qanday vaziyatga tayyor bo'ling. Birinchidan, istisnolar. Yuqorida aytilgan 10% oshirish barcha umumiy fuqarolik pensiyalarga tegishli. Biroq harbiy pensiyalar, ichki ishlar organlari xodimlari pensiyalar yoki boshqa maxsus xizmatlar uchun beriladigan pensiyalar o'ziga xos qonun qoidalar asosida tartibga solinadi. Ularning oshirilish tartibi va miqdorlari ba'zan umumiy tartibdan farq qilishi mumkin. Agarda siz shunday maxsus toifaga mansub bo'lsangiz, tegishli vazirlikning pensiya bo'limiga yoki mudofaa ishlari bo'limiga murojaat qilib, o'zgarishlar haqida aniq ma'lumot olishingiz tavsiya etiladi. Shuningdek, ba'zi bir xorijiy davlatlar bilan pensiya to'lash bo'yicha shartnomalarimiz mavjud. Xorijda yashayotgan va O'zbekiston pensiyasini olayotgan fuqarolarimiz uchun oshirish tartibi va pul o'tkazish mexanizmlarida ba'zi o'ziga xosliklar bo'lishi mumkin. Ularga ham o'zlarining yashash joylaridagi O'zbekiston diplomatik vakolatxonalariga yoki O'zbekiston pensiya jamg'armasining xalqaro bo'limiga murojaat qilishlari zarur bo'ladi. Ikkinchidan, kutilmagan jihatlar va tuzoqlar, firibgarlar. Bu haqda yuqorida qisman to'xtalib o'tdim, lekin yana bir bor ta'kidlashni xohlayman. Har qanday shaxsiy ma'lumotlaringizni, bank karta raqami, PIN kod, gam kod, telefon orqali so'ragan shaxslarga mutlaq ishonmang. Davlat organlari, banklar yoki pensiya jamg'armasi sizdan hech qachon bunday ma'lumotlarni talab qilmaydi. Agar shunday qo'ng'iroqlar qabul qilsangiz, darhol aloqani uzing va huquq-tartibot organlariga xabar bering. Afsuski, bunday vaziyatlarda ayniqsa keksa yoshdagi fuqarolarimiz firibgarlar qurboniga aylanishlari mumkin. Ularning psixologik bosimiga berilmaslik kerak. To'lovlardagi kechikishlar yoki xatolar. Dastlabki 1-2 oy ichida texnik sabablarga ko'ra pensiya to'lovlarida kichik kechikishlar yoki hisob-kitoblarda xatoliklar bo'lishi ehtimoli bor. Bu butun tizimning yangi miqdorlarga moslashishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Agar sizning pensiyangiz odatdagidan kechroq kelsa yoki siz kutgan miqdordan kamroq bo'lsa, darhol vahimaga tushmang. Eng avvalo, siz o'z pensiyangizni oladigan bank filialiga yoki pochta bo'limiga murojaat qiling.
Agar ular aniq javob bera olmasalar, tuman, shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga yozma yoki og'zaki murojaat qiling. Boshqa ijtimoiy yordam turlari bilan bog'liqlik. Bu juda muhim noaniqlik. Pensiya miqdorining oshishi sizning umumiy daromadingizni oshiradi. Agarda sizda shu paytgacha kam ta'minlangan oila maqomi bo'yicha imtiyozlar, masalan kommunal to'lovlar uchun subsidiyalar, bolalar nafaqalari, moddiy yordam mavjud bo'lsa, bu oshirish natijasida sizning daromadingiz belgilangan me'yorlardan oshib ketishi va siz ushbu imtiyozlarni yo'qotishingiz mumkin. Har bir ijtimoiy yordam turining o'ziga xos daromad me'yorlari mavjud. Shu sababli agar siz bir nechta ijtimoiy yordam turini olsangiz, o'zingizning mahalla fuqarolar yig'iniga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, pensiya oshgandan keyin boshqa imtiyozlaringiz saqlanib qolishini aniqlashtirishingiz kerak. Bu holatda birini olib, boshqani bermaslik, tamoyili ishlamaslik uchun ma'lumotga ega bo'lish juda muhim. Uchinchidan, noaniq nüanslar, mablag'larning manbasi va barqarorlik. Hukumat bu katta hajmdagi pensiya oshirishini qanday moliyalashtirmoqda? Bu savol ko'pchilikni qiziqtiradi. Qarorga ko'ra, pensiya oshirish uchun zarur mablag'lar pensiya jamg'armasining o'z mablag'lari hisobidan va davlat byudjetidan ajratiladigan transfertlardan qoplanadi. Bu shuni anglatadiki, hukumat mazkur qarorni qabul qilishdan oldin pensiya tizimining barqarorligini va moliyaviy imkoniyatlarini chuqur o'rgangan. Bu esa pensiya oshirishning bir martalik emas, balki barqaror va davomiy jarayon bo'lishini ta'minlaydi. Ya'ni har yarim yillik indeksatsiya uchun moliyaviy asos mustahkam bo'ladi. Uzoq muddatli ta'sir. Bu o'zgarish shunchaki nafaqa miqdorini oshirishdan iborat emas. U nafaqaxo'rlarimizning jamiyatdagi mavqeini mustahkamlash, ularning ijtimoiy iqtisodiy faolligini oshirish va yoshi ulug' insonlarga g'amxo'rlikni ta'minlashga qaratilgan uzoq muddatli strategiyaning bir qismi hisoblanadi. Bu qadam nafaqat moddiy, balki ruhiy jihatdan ham yordam beradi. Keksa avlodimizning ertangi kunga ishonchini oshiradi. Shaffoflik. Yangi qaror bilan birga pensiya jamg'armasining faoliyati va pensiyalarni hisoblab chiqish tizimining shaffofligini oshirish bo'yicha ham choralar ko'rish kutilmoqda. Ya'ni har bir fuqaro o'z pensiyasining qanday hisoblangani, qanday oshirilgani haqida aniq va tushunarli ma'lumot olish huquqiga ega bo'ladi. Bu kelajakda turli tushunmovchiliklarning oldini oladi va tizimga bo'lgan ishonchni oshiradi. Inflyatsiya bilan kurash. Pensiyaning inflyatsiyaga bog'lab indeksatsiya qilinishi juda ilg'or qadamdir. Chunki ko'p mamlakatlarda bu mexanizm to'liq ishga tushirilmagan. Bu tizim pensiyalarning real qiymatini saqlab qolishga yordam beradi. Ya'ni pulning qadrini inflyatsiya yeb ketishiga yo'l qo'ymaydi. Har yarim yillik qayta ko'rib chiqish, inflyatsiya sur'atlarini doimiy kuzatib borish va unga mos ravishda daromadlarni moslashtirish imkonini beradi. Bu esa nafaqaxo'rlarimizni iqtisodiy o'zgarishlardan himoya qilishning eng samarali yo'llaridan biridir. Amaliy maslahatlar nimalarni qilish kerak? Endi esa eng muhim qismga, ya'ni siz, hurmatli tomoshabinlarimiz, aynan nimalar qilishingiz kerakligi haqidagi amaliy maslahatlarga o'tamiz. Bu bosqichlarni aniq tushunib olsangiz, barcha o'zgarishlardan maksimal darajada foydalana olasiz va hech qanday muammosiz yangi oshirilgan pensiyangizni olasiz. Birinchi qadam, pensiya to'lovini tekshiring. Fevral oyining boshlarida odatda pensiya oladigan sanangizda bank kartangizni tekshiring yoki pochta bo'limidan pensiyangizni oling. Sizga kelishi kerak bo'lgan miqdor oshirilgan bo'lishi lozim. E'tibor bering, yanvar oyi uchun qo'shimcha to'lov ham fevral oyidagi pensiya bilan birga amalga oshiriladi. Shuning uchun fevral oyi to'lovi 2 oylik oshirishni o'z ichiga oladi. Agar siz o'zingiz oladigan pensiyani avvalgisiga nisbatan o'ginsa ko'riga oshirib hisoblasangiz, qancha pul kutayotganingizni aniq bilib olasiz. Misol uchun, agar siz ilgari 1 million 200 ming so'm pensiya olgan bo'lsangiz, endilikda siz 1200 ming, 1 ming so'm olishingiz kerak. Fevral oyida esa yanvar oyining oshirilgan qismi 216 ming so'm bilan birga jami 16 minglik 216 ming 632 ming so'm olasiz. Agar siz 75 yoshdan katta bo'lsangiz, bu summalarga yana bir martalik 5000 ming so'm qo'shiladi. Ikkinchi qadam, agar kutilgan miqdorni olmasangiz, vahimaga tushmang. Agar sizning pensiya to'lovingizda kechikish bo'lsa yoki siz kutgan miqdor kelmagan bo'lsa, darhol xavotirlanishga shoshilmang. Avvalo, vaziyatni aniqlashtirish uchun quyidagi idoralarga murojaat qilishingiz kerak. Uchinchi qadam, qayerga murojaat qilish kerak? 1.
Mahalla fuqarolar yig'ini MFA ko'pgina ijtimoiy masalalarda, ayniqsa keksa yoshdagi fuqarolar uchun birinchi aloqa nuqtasi hisoblanadi. Mahalla mutasaddilari sizga dastlabki ma'lumotlarni berishi, qaysi idoraga murojaat qilish kerakligini tushuntirishi yoki kerak bo'lsa, o'zlari pensiya jamg'armasi bilan bog'lanishga yordam berishi mumkin. Xalq banki filiallari. Agar siz pensiyani bank xatangizga olsangiz, sizga xizmat ko'rsatuvchi Xalq banki filialiga murojaat qilishingiz mumkin. Ular sizning hisobingiz holatini tekshirib, pul qayerga ketgani yoki qachon kelishi haqida ma'lumot bera oladi. Bank xodimlari ko'pincha pensiya to'lovlari bilan bog'liq texnik muammolarni hal qilishda yordam beradi. O'ch, tuman shahar pensiya jamg'armasi bo'limi bu pensiya bilan bog'liq barcha masalalarda asosiy vakolatli organdir. Agar bank yoki mahalla sizga yordam bera olmasa, bevosita o'zingiz yashaydigan tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz kerak. Ular sizning shaxsiy ish yildingizni ko'tarib, pensiya hisob-kitoblaridagi har qanday xatolikni aniqlay oladi va tuzatish choralarini ko'radi. U yerda sizga mutaxassislar aniq va batafsil tushuntirishlar beradi. Davlat xizmatlari markazlari, yagona oyna markazlari. Bu markazlar ko'plab davlat xizmatlarini bir joyda taqdim etadi. Pensiya bilan bog'liq ba'zi murojaatlar, masalan, pensiyani qayta hisoblash yoki ma'lumotlarni yangilash bo'yicha arizalar shu yerda qabul qilinishi mumkin. Bu markazlar navbatsiz va tezkor xizmat ko'rsatishga intiladi. Bu esa keksa yoshdagilar uchun juda qulay. 4-qadam. Qanday hujjatlar to'plash kerak? Agar sizga pensiya jamg'armasiga yoki boshqa idoralarga murojaat qilish kerak bo'lsa, o'zingiz bilan quyidagi asosiy hujjatlarni olib borishga tayyor bo'ling. Pasport asli va nusxasi. Bu sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni tasdiqlovchi asosiy hujjat. Pensiya guvohnomasi asli va nusxasi. Bu sizning nafaqaxo'r ekanligingizni tasdiqlovchi hujjat. Bank kartangizning rekvizitlari yoki jamg'arma kitobchasi agar siz pensiyani shu orqali olsangiz. Pensiya to'lovlari bilan bog'liq muammolar bo'lsa, bu ma'lumotlar tekshiruv uchun zarur bo'ladi. Agar sizga pensiya miqdori noto'g'ri hisoblangan deb hisoblasangiz, pensiya to'g'risidagi dastlabki hisob-kitob hujjati agar mavjud bo'lsa, bu sizning da'vongizni asoslashga yordam beradi. Agar sizga qo'shimcha imtiyozlar, masalan, nogironlik bo'yicha qo'shimcha to'lovlar, bolalar uchun nafaqalar olishga haqli ekanligingizni bilib olsangiz, tegishli tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, nogironlik to'g'risidagi ma'lumotnoma, tug'ilganlik guvohnomalari. 5-qadam, qanday yozma murojaat qilish kerak? Agar sizga yozma ariza yoki shikoyat yozish kerak bo'lsa, uni quyidagi tarzda rasmiylashtiring. Arizaning yuqori o'ng burchagida murojaat qilinayotgan tashkilot nomi va uning rahbari lavozimini ko'rsating. Masalan, Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani pensiya jamg'armasi bo'lim boshlig'iga. O'zingizning ish yashash manzilingiz, pasport ma'lumotlaringiz va telefon raqamingizni aniq ko'rsating. Arizaning markazida ariza so'zini yozing. Arizaning asosiy qismida muammoni aniq va qisqa bayon qiling. Misol uchun, men 2024 yil fevral oyida pensiyamning oshirilgan miqdorini olmaganligini ma'lum qilaman. Pensiyamning oldingi miqdori summa so'm edi. Yangi qarorga ko'ra pensiyam summa so'mga oshirilishi kerak edi, ammo summa so'm miqdorida pensiya keldi. Ushbu holatni o'rganib chiqishingizni va pensiyamni qayta hisoblab chiqishingizni so'rayman. Arizaga ilova qilinayotgan hujjatlar ro'yxatini ko'rsating. Masalan, pasport nusxasi, pensiya guvohnomasi nusxasi, bank kartasi ma'lumotlari. Arizaning pastki qismida sanani va shaxsiy imzongizni qo'ying. Arizani 2 nusxada tayyorlang. Bir nusxasini topshirganingizda, ikkinchi nusxasiga qabul qilgan xodimning imzosi, lavozimi va sanasini qo'yib bering. Bu sizning murojaatingiz rasman qabul qilinganligini tasdiqlovchi hujjat bo'ladi. Unutmang, barcha o'zgarishlar sizning foydangizga xizmat qiladi. Biroz e'tibor va o'z vaqtida kerakli choralarni ko'rish orqali siz hech qanday muammosiz yangi imkoniyatlardan foydalanishingiz mumkin. Xulosa va yakuniy chaqiriq aziz do'stlar, bugun biz O'zbekiston hukumatining nafaqaxo'rlarimiz uchun qabul qilgan juda muhim va tarixiy qarori haqida batafsil gaplashdik. E'tibor qaratgan bo'lsangiz, bu shunchaki bir martalik aksiya emas, balki nafaqaxo'rlarimizning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish, ularning turmush sifatini muntazam ravishda yaxshilab borishga qaratilgan kompleks va barqaror tizimning ilk qadamidir. Biz nafaqalarning o'rindagi foizga oshirilishi, inflyatsiya va o'rtacha ish haqi o'sishiga bog'liq bo'lgan yarim yillik avtomatik indeksatsiya mexanizmining joriy etilishi, shuningdek 70 yoshdan oshgan keksa
avlodimizga ko'rsatiladigan bir martalik qo'shimcha yordam haqida to'xtaldik. Bu choralar mamlakatimizdagi har bir nafaqaxo'rning ertangi kunga bo'lgan ishonchini mustahkamlaydi. Ularning moddiy ahvolini yaxshilaydi va hayot sifati yuqoriroq bo'lishiga xizmat qiladi. Endi sizning pensiyangiz nafaqat miqdor jihatidan ortadi, balki uning xarid qobiliyati ham inflyatsiyadan himoyalanadi. Bu esa eng muhim yutuqlardan biridir. Umid qilamanki, ushbu video siz uchun foydali bo'ldi va barcha savollaringizga javob topdingiz. Agar sizda hali ham savollar bo'lsa, ushbu o'zgarishlar sizning hayotingizga qanday ta'sir qilishini izohlarda yozib qoldiring. Sizning fikrlaringiz va tajribangiz boshqalar uchun juda qimmatli bo'lishi mumkin. Videoga like bosishni unutmang. Chunki bu videoning ko'proq odamlarga yetib borishiga yordam beradi va bizga kelajakda yana shunday muhim va dolzarb mavzularda kontent yaratish uchun ruh bag'ishlaydi. Va albatta kanalimizga obuna bo'ling toki kelgusi muhim yangiliklarni va ekspert tahlillarni o'tkazib yubormaslik uchun. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda muhim. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.